Bir ayol ko'chada ketib tursa, yo'l chetida yerga rasm chizib o'tirgan bolaga ko'zi tushib qolibdi. Yaqiniga borib, "Nima qilyapsan, bolakay?" deb so'rabdi. Bolakay, "Jannatni bo'lib sotyapman, xola", debdi. Bu javob ayolga juda ham ma'qul bo'lib, "Menga ham o'sha yerdan sotasanmi? Qancha turadi?" deb so'rabdi. 20 dinor, xola", debdi bolakay. Ayol bolakayga pulni berib, yo'lida davom etibdi. Uyga yetib kelib, bu hodisani unutibdi. U yumushlari bilan band bo'lib, butun oilasini tinchitib, bir amallab uyquga ketibdi. Tush ko'ribdi. Tushida jannatda yurgan emish. Ertasi kun bo'lgan voqeani eriga aytib beribdi. Eri ham bu hodisadan hayratga tushib, bolani qidirib ko'chaga chiqib ketibdi. Bolani qidirib topsa, u hali ham yerga